Assalomu alaykum. Fuqarolar, xalqim. Ko'pdan beri YouTube'ga video yozmadim, vaqtim bo'lmadi. Katta video o'rganib olganimdan keyin yozaman dedim, o'rganib oldim. Hozir katta videodaman. Bemalol 1 soat, 2 soat gapirish mumkin. Endi o'zim masalam bo'yicha gapirmoqchi edim. Bu yerda har xil muammolar chiqyapti. Qanday muammo? Ya'ni hozir adashmasam prezident farmoyishi 446 farmoyish, sonli farmoyish masalasida juda ham ko'p internetda gap bo'lyapti. Ya'ni benzin zapravkalarida uyni oldi sotuvida, mashina oldi sotuvida bozordan ikkilamchi. Hammasini naqd pulsizga karta orqali o'tkazish farmoni chiqqan ekan. Hamma o'zini fikrini bildiryapti, hammada har xil fikr chiqyapti. Kim deyapti yaxshi deyapti, kim yomon deyapti, kim qiynalyapmiz deyapti, kim oson deyapti. Endi men ham o'zim fikrimni aytmoqchiman. Birinchidan har qanday farmoyish, farmon, qaror prezidentniki bo'ladimi, boshqa mansabdor shaxslarniki bo'ladimi, bu qonunga asosan bo'lishi kerak. Qonun ustun turadi. Konstitutsiya va qonun har qanday mansabdor shaxsni buyrug'idan ustun turadi. Har qanday mansabdor shaxsni buyrug'i qonunga asoslangan, konstitutsiyaga asoslangan bo'lishi kerak. Agar konstitutsiya va qonunga asoslanmagan bo'lsa, u qonuniy kuchga ega bo'lmaydi. Unga bemalol bo'ysunmaslik mumkin deb hisoblayman men. Nega deganda biz konstitutsiyada ham yozilgan, adashmasam, mansabdor shaxslar, fuqarolar konstitutsiya va qonunlarga amal qiladi degan joyi bor konstitutsiyada. Biz boshqa narsalarga amal qilishga majbur emasmiz. Biz konstitutsiya va qonunga amal qilamiz. Buyruq, mansabdor shaxslarning buyrug'i qonunga asoslangan, konstitutsiyaga asoslangan bo'lsa, unga bo'ysunamiz. Agar asoslanmagan bo'lsa, bo'ysunmaslikka haqqimiz bor deb o'ylayman. Endi nima desa bo'ladi? Hozir mana kompyuterimdan Fuqarolik kodeksi 93-moddasini, 94-moddasini ochib qo'ydim. O'shani sizlarga o'qib beraman. Pul, valyuta masalasi to'g'risida gap boradi 94-moddada. O'zbekiston Respublikasi pul birligi so'mdir. So'm yozib qo'yilgan qiymati bo'yicha. Gapga tushuninglar. Yozib qo'yilgan qiymati bo'yicha, ya'ni kupyura, banknot to'g'risida gap boryapti bu yerda. Yozib qo'yilgan qiymati bo'yicha qabul qilinishi shart bo'lgan qonuniy to'lov vositasidir. Nuqta. Ya'ni shart, majbur qabul qilishga va bu qonunga qarshi qaror chiqarishga bironta mansabdor shaxsni anaqasi haqqi yo'q. U o'z mansabini suiiste'mol qilgan bo'ladi. Endi ikkinchi xat boshini o'qiyman. To'lovlar naqd pul bilan va naqd pulsiz hisob-kitoblar tarzida amalga oshiriladi. Ya'ni bu yerda ruxsat berilyaptiki, qonun bilan xohlasang naqd pul bilan hisob-kitob qil, xohlasang naqd pulsiz, ya'ni plastik karta orqalimi, boshqa tizimlar orqalimi hisob-kitobingni qil. Ruxsat berilyapti. Ya'ni bir tartib ikkinchi tartibni inkor qilmayapti. Ya'ni sen demayaptiki to'lovni naqd pul bilan olinmaydi, faqat plastik karta bilan naqd pul hisob-kitob qilasan degan qonunda joy ko'rsatilmayapti. Ya'ni aytayaptiki, fuqaroga yo sotib oluvchiga, ya'ni qonun bilan huquq berilyaptiki, xohlasang deyapti, bemalol naqd pul bilan hisob-kitobingni qil, xohlasang plastik karta bilan deyapti. Qaror bunga qarshi chiqyapti. Prezident qarori. Ya'ni faqat naqd pul
Faqat plastik karta bilan amalga oshiriladi. Naqd pul qabul qilinmaydi deyapti. Bu o'sha qonunga qarshi bo'lyapti. Qonun normalariga to'g'ri kelmayapti. Bu yerda konstitutsiyaning ham normalari bor, hali ko'rsataman konstitutsiyaning normalarini. Ya'ni endi 3-xat boshisi ham bor ekan, hozir o'qib beraman. Hisob kitoblar chet el valyutasida amalga oshirish hollari, tartibi va shartlari qonunchilik bilan belgilab qo'yiladi deyapti. Endi bu bizga hozir keragi yo'q bu 3-xat boshisini. Bu boshqa masala bu. Keyin men ko'rsatib o'taman qaysi masalalarligini keyinda. Endi bizda hozir 94-moddani aniq o'qib berdim sizlarga. O'zbekiston Respublikasi pul birligi so'mdir. Ya'ni so'm. So'm yozib qo'yilgan qiymati bo'yicha qabul qilinishi shart deyapti. Yozib qo'yilgan qiymati bo'yicha qabul qilinishi shart deyapti. Ya'ni bu yerda qayoqqa yozib qo'yiladi? Ya'ni kupyuraga. Naqd pulni ustiga yozib qo'yiladi qiymat. Ya'ni bu yerda aytilyaptiki, demak so'm yozib qo'yilgan qiymati bo'yicha qabul qilinishi shart bo'lgan qonuniy to'lov vositasidir deyapti. Ya'ni bu qonun. Buni faqat yangi qonun qabul qilinganda yo popravka deydi. Ana o'shalarda yangi tartib qo'yishi mumkin. Bu tartib har qanday qaror, farmoyishlardan ustun turadi. Bu tartib. Endi yana 700 xuddi shu qonunni anaqani nima deydi? Hozir aytaman. Kodeksni 790-moddasi bor. O'tda ham naqd pul masalasida tartibga solingan. Ya'ni o'tda aytilyaptiki, fuqarolar muomalasida, o'zlarini muomalasida, bir-birini muomalasida naqd pul bilan muomala qilishga haqlari bor. Naqd pul bilan. Ya'ni bu qaysi normaga to'g'ri kelyapti bizda? Bizda ikkilamchi bozorga to'g'ri kelyapti. Ya'ni ikkala taraf ham oddiy fuqaro. Ya'ni sotib oluvchi ham oddiy fuqaro, yuridik shaxs emas. Ya'ni jismoniy shaxs, sotib oluvchi ham jismoniy shaxs. Ya'ni bu mashina bozor masalasida yoki bu uy oldi sotish masalasida. Bu yerda davlat qonun bilan ruxsat beryapti. Naqd pul bilan muomala qilishga haqqing bor deyapti. Yana bu yerda ozgina to'g'ri kelmayapti farmoyishga. Farmoyishi tartibi qonunga to'g'ri kelmayapti. Keyin konstitutsiyamiz bor 150-modda. 3-xat boshisi 150-moddani 3-xat boshisi. Hozir uzr so'rayman. 3-xat boshisi 150-moddani, konstitutsiyaning 150-moddani 3-xat boshisi. O'qib beraman sizlarga. 3-xat boshisini o'qib beraman. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki O'zbekiston Respublikasining hududida qonuniy to'lov vositasi sifatida pul birliklarini muomalaga kiritishda va ularni muomaladan chiqarishda mutlaq huquqqa egadir. Bu yerda nima deyilyapti? Ya'ni Markaziy bank aytyaptiki, Markaziy bankka huquq berilyaptiki, kupyuralar mana 5000 talik, 10 000 talik, naqd pullarni xolasa muomaladan chiqaradi, yig'ib oladi, xolasa muomalaga yangisini kirgizadi deyapti. Naqd pul masalasida gap boryapti bu yerda. Mana yana bir marta o'qib beraman, qarang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki O'zbekiston Respublikasining hududida, mashag'iga yaxshilab quloq solinglar. O'zbekiston Respublikasi hududida qonuniy to'lov vositalari sifatida qonuniy to'lov vositasi deyapti. Naqd pulni qonuniy to'lov vositasi deyilyapti. Konstitutsiyada aytilyapti bu. Pul birliklarini muomalaga, bu ikkinchi masala o'sha. Muomalaga chiqarish va muomaladan
yig'ib olish, muomaladan chiqarishda, muomalaga kirgizishda va muomalada chiqarishda mutlaq huquqqa egadir Markaziy bank. Lekin bu yerda shunaqa tushuntirish o'tilyaptiki, O'zbekiston hududida deyilyapti. Qonuniy to'lov vositasi deyilyapti. Sifatida, qonuniy to'lov sifatida. Ya'ni naqd pul to'g'risida, pul birliklari deyilyapti. Naqd pul to'g'risida gapirilyapti. Pul birliklari. Ya'ni pul birliklari konstitutsiya bilan tartibga solinganki, bu qonuniy to'lov vositasi. Har qanday to'lovda qabul qilinishi majburiy deyilgan. Tushunasizlarmi gapni? Bu konstitutsiya buni inkor qilib bo'lmaydi. Bu farmoyishdan, prezident farmoyishdan ustun turadi, ancha ustun turadi. Qonundan ham ustun turadi bu konstitutsiya. Meni fikrimni aytaman, o'zimni fikrimni. Masalan, men tegimda mashinam yo'q, lekin mashinam bo'lsa, borib zapravkaga borib gaz zapravka qilsam yoki benzin zapravka qilsam, mendan kartochkada to'lov talab qo'yilsa, bu noqonuniy bo'ladi. Nokonstitutsiyaviy bo'ladi. Va men o'z noroziligimni bildirib, meni huquqimni himoya qiladigan organlarni chaqirtirib, qonunga bo'ysundirishni talabini qo'yishim mumkin. O'sha zapravkada bo'ladimi, yoki boshqa mashina bozorida bo'ladimi, uy savdo-sodig'ida bo'ladimi, boshqa yoqda bo'ladimi? Mana bu tartib prezident farmoyishidan ustun turadi. Endi ikkinchi masala, yaxshi tushundinglar deb o'ylayman. Mana ikkinchi masala. Bu farmoyishni Konstitutsiya sud Konstitutsiyaga muvofiqligini tekshirib, keyin ruxsat berish kerak edi xalqqa chiqarishga. Nima bo'ldi Konstitutsiya sudga? Yo, tushunmadim bu odamlarni. Bularni hammasini taniyman men. 2-3 marta uchrashganman hammasi bilan. Qonun ustuvorligini, konstitutsiya ustuvorligini ta'minlashda bularning vakolati bor-ku. Bular har qanday hujjatlarni konstitutsiyaga muvofiqligini tekshiradi-yu. Ana undan keyin ruxsat beradi ommaga chiqarishga. Bu birinchidan. Ikkinchi, prokuratura qayerda qoldi? Qonunlarni anaqasini nima deydi? Ijrosini bir xilda ta'minlovchi organ respublika hududida. Nimaga prokuraturani anaqasi nima harakati ko'rinmayapti bu yerda? Nimaga Oliy Majlis, Qonunchilik palatasi, Senat qonunlarni ijrosini nazorat qiladi deyilgan. Mana shu qonunlarni oti nima? Fuqarolik kodeksining 94-moddasi, 709-moddasi, 290-moddasi. Nimaga nazorat qilmayapti? Anaqa Oliy Majlis, Qonunchilik palatasi bilan Senat. Bu nimadan dalolat beradi bu holat? Qanday bu prezidentni qonunga to'g'ri kelmaydigan, konstitutsiyaga to'g'ri kelmaydigan farmoyishi xalqqa chiqarildi? Yo, prezidentimiz nima deb o'ylaydi bu haqda? O'zlari. Bu juda ham yaxshi fikr edi o'zi, tegini olib qaraganda. Plastik kartaga o'tkazish juda ham yaxshi fikr bu. Bu qora bozorni nazorat qilishga juda ham yaxshi lekin tartib bo'ladi. Lekin uni to'g'ri olib borish kerak-da. To'g'ri olib borish kerak-da. Farmoyishda ozgina boshqacharoq tartib solinishi kerak edi. Ya'ni aytish kerak edi, xohlasang naqd pulda, konstitutsiyaga muvofiq, qonunlarga muvofiq. Xohlasang mana bu plastik kartada to'lovni amalga oshirasan, lekin plastik kartada to'lovga amalga oshirsang, senga foyda bo'ladi. Qanday foyda bo'ladi? Birinchidan cashback. Cashback degan tushuncha bor ekan. Ya'ni ozgina haliga nima deydi? Plastik kartada to'layotgan odamlarga ozgina chegirmalar qilinadi.
Keyin haligi nima deydi? Bankovskiy uslugi deydi. Bankovskiy uslugini davlat o'zini bo'yniga olishi kerak edi. Nega? Nega davlat o'zini bo'yniga olishi kerak edi? Chunki davlatga kerak bu tartib. Qora bozorni anaqa nima deydi? Cheklash. Qora nalni. Davlatga kerak bu narsa. Hukumatga kerak, hokimiyatga kerak. Demak, davlat bo'yniga oladi, lekin davlat bundan yutqizmaydi. Bir so'm ham yutqizmaydi. Bo'yniga olgani bilan ham. Masalan, bankovskiy uslugilarni 2%, 3%, 5% qancha davlat o'zini bo'yniga olsa, bankka anaqa to'la bersa shu foizlarni fuqaroning o'rniga. Fuqaro plastik karta ishlatadi. Naqd pulga qaraganda. Jon deb ishlatadi plastik karta. Lekin qora bozordan yopilib tushgan anaqaga byudjetga tushgan pulda anaqa ko'rinmay ketadi. Bankovskiy uslugi davlat tarafidan to'lagan bankovskiy uslugi yopilib ketadi, ko'rinmay ketadi. Davlat yutadi bu narsadan. Xalq ham yutadi, davlat ham yutadi. Xalqni qiziqtirish kerak, majburlash kerak emas xalqqa. Bu birinchidan. Ikkinchidan, qonunga bo'ysunish kerak. Qaysi mansabda bo'lishidan qat'iy nazar. Biz saylov anaqasida nima desa bo'ladi? Tartibida saylagan mansabdor shaxslarimizni qonun chiqargan, qonunga bo'ysungan, fuqaro ham qonunga bo'ysunsin, mansabdor shaxs ham qonunga bo'ysunsin. Mana bu konstitutsiya chiqdi, yangi konstitutsiya. Bunga bu to'g'ridan-to'g'ri amal qiladigan 15-moddasi bor. To'g'ridan-to'g'ri amal qiladi konstitutsiya deyilyapti. Bu konstitutsiya ham ozgina bahsli joylari bor konstitutsiyaning. Hammasini qo'shib yormay bir-biriga bitta tartib ko'rsataman sizlarga konstitutsiya bo'yicha. Juda ham nozik masala bu. Juda ham nozik masala. Qaysi moddasi esimda yo'q. Hozir ochib ko'raman, qidirib ko'raman. Tak. Tayyorgarlik ko'rmabman-da o'shanga. Ishqilib shundoq o'zi shundoq aytaman. Yodlashim bo'yicha. Hozir uzr so'rayman, aniq ko'rsatmasam bo'lmaydi. Sud Respublikasi ijtimoiy xalq hokimiyatchiligi konstitutsiyaning va qonunning ustunligi. Mana 15-moddani o'qib beray, sizlarga 15-moddani. Boshidan oxirigacha katta modda konstitutsiyani qarang, eshiting. 3-bob konstitutsiya va qonunning ustunligi deyiladi. Ya'ni har qanday farmoyish boshqalardan, boshqa hujjatlardan ustun turadi. Qonundan oldin konstitutsiya. Ya'ni har qanday hujjatlar qonun va konstitutsiyaga asosan qabul qilinadi. Ularning tartibini buzishga haqqi yo'q bu hujjatlar. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi va qonunlarining ustunligi so'zsiz tan olinadi deyilyapti. Juda ham yaxshi yozilgan. Ortiqcha so'zlar yo'q, boshqasi yo'q. Har bitta so'z kerakli, yaxshilab har bitta so'z ustidan o'ylaylar. Nimaga so'z shu yerda yozildi, boshqa yoqda yozilmadi? Nega oxirida yozilmadi? Nega boshida yozildi? Buni hammasining o'rni bor. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi mamlakatning butun hududida oliy yuridik kuchga ega, to'g'ridan to'g'ri amal qiladi va yagona huquqiy makonning asosini tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari xalqaro huquqning umumiy
umumiy e'tirof etilgan prinsip va normalari bilan bir qatorda O'zbekiston Respublikasi huquqiy tizimining tarkibiy qismidir. Huquqiy tizimining tarkibiy qismidir. Ya'ni xalqaro hujjatlar ham qonun hujjatlari sifatida ketadi. Xalqaro agar bizda ratifikatsiya qilingan bo'lsa, u ham qonun hujjati hisoblanadi. Bir qatorda O'zbekiston Respublikasi huquqiy tizimining tarkibiy qismidir. Tushundingizmi? Agar O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida, O'zbekiston Respublikasining qonunida nazarda tutilganidan boshqacha qoidalar belgilangan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasi qoidalari qo'llaniladi. Ya'ni agar bu yerda aytilyapti, qonunimizda boshqacha tartib amalga oshirish ko'rsatilgan bo'lsa, yoki xalqaro hujjatda boshqacha amal oshirish ko'rsatilgan bo'lsa, bitta anaqa nima deydi, masalada unda xalqaro hujjat amal qilinadi deyapti. Xalqaro hujjatga amal qilinadi. Ya'ni xalqaro hujjatni maqomini bizni qonunlarimizdan ustun qo'yib olyapti. Ya'ni ratifikatsiya qilingan, lekin implementatsiya qilinmagan. Ya'ni tan olingan O'zbekiston hududida xalqaro hujjat, lekin qonunlarimizga kiritilmagan hali. Demak, o'sha paytda xalqaro hujjat ustun turadi. Xalqaro hujjatning normalari, me'yorlari sekin emas, o'zini vaqti bor, o'zi Oliy Majlis O'zbekiston Respublikasining qonunlariga implementatsiya deyiladi. Bu oddiy tilda aytilganda kiritiladi normalari kiritiladi. Davlat va uning organlari, boshqa tashkilotlar, mansabdor shaxslar, fuqarolik jamiyati, institutlari hamda fuqarolar konstitutsiya va qonunlarga muvofiq ish yuritadilar deyilyapti. Haligi aytgan gap. Ya'ni har qanday yuridik davlat va uning organlari deyiladi. Yuridik va jismoniy shaxslar konstitutsiya va qonunlarga asosan ish yuritadi deyapti. Ya'ni harakatingiz konstitutsiya va qonunga asosan bo'lishi kerak. Farmoyishga emas. Tushundingizmi? Ya'ni qonun ustuvorligini talabini qo'yishga haqqingiz bor. Konstitutsiya ustuvorligini talabini qo'yishga haqqingiz bor. Endi bu boshqa masala. Yana bitta masalani ko'tarmoqchi edim sizlarga. Hozir topa olmayapman. Nima deydi? Ana qilish O'zbekiston Respublikasi hududida ham undan tashqari O'zbekiston Respublikasi fuqarolik O'zbekiston Respublikasi hududida chet el fuqaroligi bo'lmagan. Shaxsiy huquq va erkinliklar, yashash huquqi, insonning sha'ni va qadr-qiymati, erkinlik, shaxsiy ozodlik belgi qonunga asoslanmagan holda hisobga olinadi. Hibsga olingan shaxsni ushlash. Uzr so'rayman, ozgina cho'ziladi. Jinoyat har kim malakali yuridik yordam olish, hech kim rasmiy e'lon qilingan har bir inson shaxsi huquqining daxlsizligi, shaxsi va oilaviy sirga har kim yozar telefon raqamlarida har kim o'z shaxsiga doir har kim uy-joy
qonuniy asoslarga O'zbekiston Respublikasi hududida bo'lib turgan har kim O'zbekiston tashqarisida har kim fikrlash organlari va tashkilotlar hamma uchun vijdon erkinligi O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi jamiyati va O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi siyosiy huquqlar davlat xizmati o'tashini fuqaroligi O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi kasabasi uyushmalar siyosiy partiyalar jamiyat har kim bevosita o'zi va boshqalar bilan birgalikda davlat organlari hamda tashkilotlarda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarida arizalar takliflari tushunarli iqtisodiy ijtimoiy siyosiy partiyalar jamoat birlashmalari ommaviy hokimiyat vakillik organlari yig'ilishlar va mavzular haqida fuqarolar o'z ijtimoiy faoliyatlari O'zbekiston Respublikasi qonunlariga muvofiq mitinglar fuqarolar o'z ijtimoiy faoliyatlarini O'zbekiston Respublikasi qonunlariga muvofiq mitinglar yig'ilishlar va namoyishlar shaklida amalga oshirish huquqiga ega hokimiyat organlari faqat xavfsizlik nuqtai nazaridan bunday tadbirlar o'tkazilishi tashkil etadi. Fuqarolik o'z ijtimoiy faoliyatlarini O'zbekiston Respublikasi qonunlariga muvofiq buni topish qiyin bo'lyapti, keyin gaplashamiz bu haqda. Boshqa moddalar hozir vaqt ko'p olib qo'yyapti. Men o'ylaymanki tushunarli, men mana 26 minut bo'libdi, tushunarli tushuntirdim. Vaqt cho'zib tushuntirdim. Demak, farmoyish 246 bo'ladimi? Qaysi farmoyish yoki boshqa qonun osti hujjatlar bo'ladimi? Agar konstitutsiya va qonunlarimizga nomuvofiq bo'lsa, unga amal qilmaslikka fuqaroning haqqi bor va talabini qo'yishga haqqi bor. Amal qilmaslik talabini. Ya'ni bu yerda huquqni himoya qiluvchi organlar bor. Boshqa nazorat qiluvchi organlar bor. O'zi nazoratini yaxshi o'tkazmagan masalan, Konstitutsioniy sud masalasini aytyapman, Oliy Majlisni aytyapman, Senat va Qonunchilik palatasi, prokuraturani aytyapman. Bu farmoyishni Konstitutsiyaga nomuvofiq bo'lganligi uchun o'tkazmash kerak edi. Lekin men aytgan tartibda bo'lganda edi, o'tkazsa bo'lardi. O'shanda Konstitutsiyaga muvofiq, qonunlarimizga muvofiq bo'lardi. Ya'ni davlat plastik kartadan xizmat ko'rsatayotganda bank xizmatlari uchun to'lovlarni o'z bo'yniga olganda, o'shanda birinchidan bu Konstitutsiyaga muvofiq bo'lardi. Ya'ni va ikkinchidan yana naqd pulda ham, plastik kartada ham xizmat ko'rsatishga ruxsat berilganda va to'lovlarni amalga oshirishga ruxsat berilganda, mana shu ikkita tartib bo'lganda, birinchidan juda ham zo'r g'oya qora bozorni, ya'ni qora chorniy nal deydimi, nima deydi, o'sha ish qilib hisobga kirmagan pullarni hisobga kiritish masalasiga urg'u berilgan bu yerda, lekin tartibi noto'g'ri qo'yilganda. Juda ham yaxshi urg'u berilgan, juda ham yaxshi. Byudjetga ancha-muncha tushumi oshadi. Lekin byudjetga tushumi osharkanda fuqarolarni qiynab qo'yishga va konstitutsiyaviy harakat qilishga hech kimga ruxsat berilmagan. Qaysi mansabda bo'lmasin. Qonun va konstitutsiya bu fuqaroning mulki. Nega? Biz fuqarolar saylov orqali mansabdorlardan saylovimiz, Oliy Majlis, prezident, saylov orqali. Ularni vakolatiga kiradi, qonun qabul qilish vakolatiga kiradi. Ya'ni biz ularni
asosiy vakolatlaridan bittasi qonun qabul, hammasi emas, bittasi qonun qabul qilish. Ha? Konstitutsiya qabul qilish, qonun qabul qilish. Ya'ni bu yerda konstitutsiya ham qonunda ham fuqaroning manfaatiga xizmat qilish kerak. Konstitutsiya ham qonun ham. Ana o'shanda to'g'ri bo'ladi. Konstitutsiya ham qonun ham va o'shanga byudjetdan oylik olishadi. Prezident ham, Qonunchilik palatasi senat ham, Qonunchilik palatasi deputatlari ham. Byudjetdan oylik olishadi. Ya'ni fuqarolarni mulki byudjet. Biz oylik beryapmiz ularga. Va nimaga oylik beryapmiz? Qonun chiqargani uchun. Qonun bu bizning mulkimiz. Biz pulini to'lab qo'yganmiz qonunni. Konstitutsiyani ham. Ya'ni uni buzishga biz ruxsat bermasimiz kerak hech kimga. Hech kimga. Oddiy fuqaro bo'ladimi, yuridik shaxs bo'ladimi, mansabdor shaxs bo'ladimi, farqi yo'q. Qonunni buzmaysan. Bo'ldi. Qonun meni mulkim, meni xususiy mulkim qonun. Konstitutsiya ham. Men yo'l qo'ymayman senga buni buzishga. Men senga vakolat berganim yo'q. Qonunni buzgani, konstitutsiyani buzgani. Agar vakolatingni suiiste'mol qilayotgan bo'lsang, javobgarlikka tortilasan. Qonun asosida, konstitutsiya asosida javobgarlikka tortilasan. Qaysi mansabda bo'lishingdan qat'iy nazar. Ana shunday fikrlash kerak har bir fuqaro. Fuqaro fikrlash kerak, xuddi shunday aytish kerak. Bu konstitutsiya va qonunlar, bu meni mulkim. Men bunga pul to'lab qo'yganman. Va uni buzishga, u tartiblarni buzishga hech kimga yo'l qo'ymayman. Va qonuniy harakatlar bilan o'z noroziligini bildirish kerak fuqaro agar mana shunaqa noqonuniy tartiblar chiqayotgan bo'lsa. Bitta moddani aytib o'taman. Noto'g'ri yozilgan deb hisoblayman konstitutsiyada. Bitta moddani aytib o'taman. 38-modda. O'qib beraman boshidan oxirigacha-da, keyin nega noqonuniy deb hisoblashimni, noto'g'ri, noqonuniy emas, noto'g'ri deb hisoblashimni keyin aytib beraman sizlarga. Fuqarolar o'z ijtimoiy faoliyatlarini O'zbekiston Respublikasi qonunlariga muvofiq mitinglar, yig'ilishlar va namoyishlar shaklida amalga oshirishi huquqiga ega. Hokimiyat organlari faqat xavfsizlik nuqtai nazaridangina bunday tadbirlar o'tkazilishini taqiqlash yoki taqiqlash huquqiga to'xtatish yoki taqiqlash huquqiga ega. Mana shu modda, 38-modda Konstitutsiya. Konstitutsiya to'g'ridan to'g'ri amal qiladi deyapti 15-moddada. Lekin bu yerda bir-birini ustiga norma tushirib tashyapti bir-birini ustiga. Ya'ni haqqing bor deyapti miting o'tkazishga, lekin deyapti qonun bilan deyapti ruxsat berilishi kerak deyapti. Birinchi ustiga qo'yayotgan narsa. Ya'ni sen haqqing bor, konstitutsiya bo'yicha haqqing bor miting o'tkazishga, yig'ilishlar o'tkazishga. Lekin bu qonun bilan ruxsat berilishi kerak deyapti. Unaqada konstitutsiyaning nima keragi bor? Konstitutsiya bilan to'g'ridan to'g'ri ruxsat berilishi kerak miting o'tkazishga yoki bo'lmasa yig'ilishlar o'tkazishga, namoyishlar o'tkazishga. Konstitutsiya bilan to'g'ridan to'g'ri ruxsat berish kerak. Hech qanaqa qonunsiz. Qonun ikkinchi masala, bu tartibga solinadi, qanday o'tkaziladi mitinglar. Qanday o'tkazilishiga mitinglar qonunda tartibga solinishi kerak. Lekin miting o'tkazishga konstitutsiya bilan ruxsat berish kerak, qonun bilan emas.
miting o'tkazish bilan qanday o'tkazishni farqi bor bu yerda. Konstitutsiya bilan miting o'tkazishga, yig'ilishlar o'tkazishga, namoyishlar o'tkazishga ruxsat berilishi kerak va qonun bilan qanday o'tkazish kerakligini tartibga solish kerak. Yana bitta masala. Bu yerda hokimiyat aytayaptiki, agar xavfsizlik masalasi bo'yicha topsa ruxsat bermaydi deyapti. To'xtatiladi deyapti. Mitinglar ham, boshqasi ham. To'xtatish va yoki to'xtatish yoki taqiqlash huquqiga ega deyapti. Qaysi hokim o'zini hududida miting o'tkazishga ruxsat beradi? Yig'ilish o'tkazishga yoki bo'lmasam namoyishlar o'tkazishga. Bironta hokim ruxsat bermaydi. Любой hokim aytadiki, unaqa deb bahona topadi baribir. Bu yerda hokimlikka taqiq qo'yish emas, miting o'tkazayotganlarga yordam berishga, xavfsizlik masalasi bo'yicha yordam berishga norma bo'lishi kerak bu yerda. Meni o'ylashimcha chet elda ham shunaqa. Ana kinolarda ko'rgan bo'lsanglar, mitingda ketayotgan bu odamlarni ikki chekkasida har 15 metr, 20 metrda politsiyskilar ketishadi. Ya'ni miting o'tkazayotgan fuqarolarni xavfsizligini ta'minlab beradi. Mana shunday bo'lish kerak norma. Bu yerda taqiq. Qonun bilan deyapti, ruxsat beriladi deyapti, miting o'tkazishga deyapti. Qonun bilan miting o'tkazishga ruxsat berilishi kerak emas. Miting o'tkazishga konstitutsiya bilan ruxsat berish kerak. Qonun bilan mitingni tartibini ko'rsatish kerak. Qanday tartibda o'tkazilishini ko'rsatish kerak qonun bilan. Va hokimiyatga taqiq qo'yishga ruxsat berish kerak emas. Miting o'tkazayotganlarga yordam berishga qilish kerak, majburiyat yuklash kerak. Axir bu miting, bu namoyishlar, yig'ilishlar bu fuqaroni o'zini fikrini ko'rsatish bu yerda. İjtimoiy faoliyat deyilyapti. İjtimoiy masalalarda, boshqa masalalarda biz anaqa bo'lmasak, o'z fikrimizni bildira olmasak, taqiqqa ustida taqiq turgan bo'lsak, yozilgan. Lekin buni ishlata olmaysan. Konstitutsiya bilan norma berilyapti. Lekin normani ishlata olmaysan, chunki bu yerda taqiqlar qo'yib tashyapti. Noto'g'ri yozilgan norma. Bu yog'ini ham o'ylab ko'ringlar. Mana shu masalalarni ko'tarmoqchi edim. Endi farmoyish masalasi asosiy masala edi. Farmoyish qonunga zid bo'lib chiqyapti. Buni xudo xolasa prezidentimiz bekor qilish kerak, yangi farmoyish qabul qilib turib, nasib qilsa agar, ya'ni sumda ham bemalol savdoyini qil, naqdda xolasang plastik kartada qil, bankovskiy uslugini davlat o'z bo'yniga oladi. Shunda masalaga aytyapman. Men ham o'zimdan kelib chiqib gapiraman. Men plastik kartada benzin olgan bo'lardim. Plastik kartada uy oldi sotdi qilardim. Plastik kartada mashina oldi sotdi qilardim. Nega? Chunki plastik karta meni xavfsizligimni himoya qiladi. Isbot bu plastik karta meni qonuniy harakatimga. Naqd pulda isbot yo'q. Naqd pulni berding, ketding, bo'ldi. Unda hech qanaqa isbot yo'q. Isbotlab bera olmaysiz ertaga. Haq bo'lib chiqsangiz yoki sizni mashinangizni qo'liga tushib qolsangiz, boshqa qilib qolsangiz. Aqlli odam plastikda qiladi. Faqat to'g'ri chiqarish kerak farmonni. Ya'ni ruxsat berish kerak sumga ham, ya'ni qonunga qarshi, konstitutsiyaga qarshi bo'lish kerak emas farmoyish. Plastik kartada ham ruxsat berish kerak, naqdga ham ruxsat berish kerak, vibr bo'lish kerak, tanlov bo'lish kerak. Bu ikkinchi masala, fuqaro naqd pulga qaraganda plastik kartada to'layotganda qimmatroq to'lamasligi uchun bank xizmatini davlat bo'yniga olishi kerak. Ya'ni naqd to'lov bilan plastik to'lov kartada tafovut, narxida tafovut bo'lishi kerak emas.
ya'ni narxida tafovut bo'lmaydi, xizmatda tafovut bo'lyapti-da. Bu yerda narxda xizmat yo'q, narx to'lab ketaverasan. Ya'ni senga arzonroq tushadi. Masalan, любой narsa, olayotgan narsang benzin bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi. Plastikda to'lasang, bu yerda bankovskiy usluga to'laganingdan keyin, bank xizmatlarini to'laganingdan keyin senga qimmatga tushib ketyapti, ozgina. Nomiga bo'lsa ham qimmatga tushyapti. Nomiga bo'lsa. O'shaning uchun davlat bo'yniga olsa, bu xizmatlarni davlat o'zi yo'lini topadi bank bilan muomala qilishga. Masalan, bankda xizmatlarga uchun, bank xizmatlari uchun haligi davlat bank davlatga soliq to'layotgani soliqdan ozgina chegirma qilib berishi mumkin davlat. Yo'llari ko'p, buni iqtisodiyotchilar biladi o'zlari. Yo'lini topish. Xolasa boshqa usullari bor. O'sha anaqa nima deydi, bank xizmatlarini yopish uchun davlat ham ziyon ko'rmasin, bank ham ziyon ko'rmasin, fuqaro ham ziyon ko'rmasin. Lekin naqddan bemalol ishlatur, xohlasang plastik karta ishlat. Odamlar plastik karta ishlatadi agar foyda bo'lsa. Nega? Chunki budjet fuqaroning cho'nchagi bu. O'tga qancha pul ko'p tushsa, shuncha yaxshi. Kimdirning cho'nchagida qolib ketgandan ko'ra. Buni fuqarolar tushunadi bu narsani. Faqat majburiyat yuklash kerak emas-da. Aytish kerak, mana bunday, xohlasang naqdda qil, xohlasang plastikda qil, plastikni cashback senga beramiz. Cashback bo'ladi, anaqa ozgina senga chegirma bo'ladi plastikda ishlatsang. Anaqasini nima deydi, xizmatini, bank xizmatlarini davlat o'zini bo'yniga oladi. Juda ham zo'r farmoyish bo'lardi-da bu. Va ko'p odam, men o'ylashimcha 90% odam, agar undan ko'p bo'lmasa, bu xizmatlardan foydalanayotganlar plastik kartaga o'tishadi. Ular ham aqli ishlaydi, u odamlarni ham. Anaqa nima desa bo'ladi? Budjetga qancha pul ko'p tushsa, xalq shuncha yaxshiroq yashaydi. Xalqqa shuncha osonroq bo'ladi. Hokimiyatga ham, davlat boshqaruvga ham, boshqarish davlatda oson bo'ladi. Qancha pulingiz ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi-da. Bu cho'nchak, fuqaroning cho'nchagi u. Anaqa budjet. Budjet qanchalik katta bo'lsa, fuqaroga shuncha foyda. O'shaning uchun u ham o'ylaydi, qo'y deydi, men naqddan ko'ra menga mana bu plastik karta qulay deydi. O'ylab ko'ringlar yaxshilab. O'ylayman, noto'g'ri gapirmadim. Hozir bilasizlar, sal ozgina gapirsang, borib boshqa narsalarni bahona qilib, borib qamab qo'yadi. O'sha qiladi, mana blogerlarni ko'ryapsizlar, qanchasi qamalib ketyapti. Bir narsani ko'targan, davlatga yoqmagan. Ko'targan masalasi. Teshir qilib, qandaydir kamchiliklarni topib qamab tashlayapti. Boshqa yo'nalishda. Bu siyosiy yo'nalishda bloger bo'lsa, u anaqa nima deydi, iqtisodiy yo'nalishda aybini topyapti. Bundan buncha pul olgansan, undan buncha pul olgansan. Men bloger emasman, men oddiy xalqman. Oddiy fuqaroman. Va hech kimni muammosini ko'tarmayman. O'zim muammomni gapiraman. Aytganday masalaga o'zim muammomni katta video ochganimdan keyin o'zim muammomni boshdan oxirigacha aniq qilib gapirib beraman. Hattoki ko'rsatib beraman, kimlar ana qilgan, nima deydi, bu yerda noqonuniy harakat qilganlarni ko'rsatib beraman dedim. Hech vaqtim bo'lmayotgan edi. O'shanga xudo xolasa chiqaraman uni ham. Chiqaraman. Ozgina kutsanglar, boshidan oxirigacha o'sha
qanday mashina savdosi bo'yicha avtosalonga kirganim, qanday muomala qilishgani, qanday nima qilishgani, qanday harakatlar noqonuniy bo'lganligi hammasini gapirib beraman. Nimaga hozirgi prezidentimiz prezident bo'lishi bilan ko'p murojaatlar bo'lganidan keyin chet el valyutasida sotishi taqiqlab qo'ydimi, nima qildi? Taqiqlamagan. Manimcha so'mda sotilsin deyilgan mashinalar. Lekin hozir ham manimcha dollarga olsa bo'ladi mashinani. Agar o'zingiz dollaringiz bo'lsa, salonga kirib, salonni haqqi bor dollar hisob-kitob qilishga salonda. Yagona to'lov vositasi bo'lmay qoldi-da o'sha anaqadan keyin, mana farmon prezident farmonidan keyin. Lekin bu narsa qonunda yozilgan edi. Mana sizga mana shu masala ham hozirgi masala o'sha masalaga qo'shilib ketyapti. Ya'ni naqd pul masalasi, milliy valyuta. Milliy valyutaga hech kimimiz ziyon yetkazishga haqqi yo'q. Biz eslaylar, yoshi kattalar qanday biz erishganmiz bu milliy valyutamizga. Oson bo'lmagan. Esingizda bo'lsa, kupon esingizdami? Kupon. Oddiy kupon qachida kesib olardi. 90-yillarda magazin kirsangiz kuponingizni kesib olardi qachidan bir boqonga non berish uchun. Pul yo'q edi. So'm kupon ham yo'q edi, oddiy kupon edi. Shunda qachida kesib olardi. Qanchalik biz qiyinchilik bilan bu milliy valyutamizga erishganmiz. Bu milliy valyutani cheklab qo'yishga hech kimning haqqi yo'q. Bu O'zbekiston siyosatiga to'g'ri kelmaydi, mustaqilligimizga to'g'ri kelmaydi. Biz o'zbek milliy valyutasini cheklashga muomalada. Hattoki cheklayotganimiz yo'q. Faqat biznalishniy расход oldi sotdiga o'tkazyapmiz deyapti. O'sha biznalishniy oldi sotdi ham milliy valyutani cheklash hisoblanadi. Agar naqd pulda hisob-kitob qilishga ruxsatni taqiqlasa agar. Naqd pulni taqiqlash kerak emas, mayli. Bo'lsin o'sha plastik karta. Yaxshi, yomon emas, bo'lsin. Tartibi to'g'ri kelsin faqat fuqarolarga. Qonuniy bo'lsin tartibi. Bu yerda qonunda aytyapti, cheklamaysan naqd pulni deyapti. Konstitutsiyada aytilyapti, cheklash mumkin emas naqd pulni, valyutani. Summa. Bu yerda hozir farmoyishda qabul qilmaysan, faqat plastik kartada deyilyapti. Mana shu sohalarda naqd pul emas, plastik karta orqali hisob-kitob qilinadi. Ya'ni plastik naqd pulni cheklayapti. Mumkin emas bu narsa. Bu narsani qilish uchun konstitutsiyaga yangilik kirgizish kerak, qonunlarimizga yangilik kirgizish kerak. Ana undan keyin qilish kerak. Keyin yana bitta narsani aytaman. Yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Nimaga bu farmoyishga na prokuratura, na Qonunchilik palatasi senat yoki bo'lmasa Qonunchilik palatasi o'z fikrlarini bildirmadi, qonuniy fikrlarini. Konstitutsion sud nimaga o'tkazib yubordi bu farmoyishni? Konstitutsiyaga muvofiq deb. O'ylaylar, fikrlaylar. Qancha yaxshi fikrlasanglar, miyanglar shuncha yaxshi ishlaydi. Aktiv bo'linglar. Biz ularni davlat boshqaruviga saylab qo'yganimiz xohlagan ishini qilsin deganimiz emas. Konstitutsiya va qonunlarga asosan harakat qilishga ruxsat berganmiz. Biz fuqarolar ruxsat berganmiz. Kezi kelganda yana bitta joyini aytaman, shu bilan yopaman, shu bilan 50 minut bo'libdi. Har yili bir marta prezidentimiz Oliy Majlis va xalqqa murojaat bilan chiqadi. Oliy Majlisda, qo'shma yig'ilishida.
prezident Oliy Majlisga chiqib xalqqa murojaat qilganda xalqqa hisobot berish kerak. Murojaat emas. Hisobot beriladi. Vazirlar Mahkamasi bir yilda bir martami qancha hisobot beradi-ku Oliy Majlisda. Ana xuddi shundoq har bitta hokimiyat sud hokimiyati Vazirlar Mahkamasi bosh vazir, ya'ni ijroiy hokimiyat va qonun chiqaruvchi hokimiyat va prezident bir yilda bir marta mana shu 4 ta taraf bir yilda bir marta xalqqa hisobot berish kerak. Murojaat emas, hisobot. Shu bir yil ichida nimalar qildi? Nimalar foyda bo'ldi, nimalar ziyon bo'ldi? Xalqqa fikrlashga, ma'lumot berish kerak. Mana bu yilda bunday qildik, bunday qildik. Mana bunisi foyda bo'ldi, mana bunisi ziyon bo'ldi. Xalq fikrlashni boshlaydi, o'ylashni boshlaydi. Xalq aktiv fuqaro kerak bizga. Davlat qachon ko'tariladi? Qachon fuqarolar aktiv bo'lsa. Mayli, omon bo'linglar. Ya ko'p gapirib yuborsam ham borib qamab qo'ymasin meni ham. O'shaning uchun bir narsalarni bahona qilib, boshqa narsalarni bahona qilib o'zi oyog'imda zo'rg'a turibman. Ertaga o'tib ketamanmi? Mayli. Yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Qonun talabida yuringlar. Konstitutsiya talabida yuringlar. Agar qandaydir hujjat qonun va konstitutsiyaga to'g'ri kelmasa, unga bo'ysunishga majbur emassizlar. Omon bo'linglar, tinch bo'linglar. Aktiv bo'linglar. Fikrlaylar. Mamlakatimizni obro'sini, iqtisodiyotini, siyosatini ko'tarishda qanday yo'llar bilan harakat qilishimizni o'ylaylar. Sizlar ham o'ylaylar. Faqat hokimiyat yoki masalan prezident yoki bo'lmasam Vazirlar Mahkamasi yoki prokuratura yoki bo'lmasam Qonunchilik palatasi, senat o'ylash shart emas. Biz ham o'ylashimiz kerak. Biz ham fikrlashimiz kerak. Butun O'zbekiston o'zini ulushini davlatni iqtisodiy anaqasiga nima deydi, ko'tarilishiga o'z ulushini qo'shish kerak har bir fuqaro. Omon bo'linglar, tinch bo'linglar.